Quloqdan har xil ajralma qonli yoki suyuq ajralma kelishi hamda eshitishni keskin pasayishi hisoblanadi. Quloqdagi kuchli og'riq, sanchuvchi og'riq, parda yorilishi asosan quyidagilar sababli yuzaga keladi. Bular kuchli bosim tufayli yoki suvga sho'ng'igandagi suvni bosimi tufayli yoki quloqni kovlagandagi jarohat, ba'zi burun kasalliklari oqibatida. Yorilishning asosiy belgisi bugungi suhbatimiz juda ko'pchilikni cho'chitadigan va o'z navbatida ko'p uchraydigan kasallik, ya'ni quloq pardasining yorilishi, ya'ni quloq pardasini teshilishi haqida bo'ladi. Ba'zan qulog'imizda birdan chiylash paydo bo'lishi va bu quloq pardasini bosim tufayli teshilishi natijasida bo'lgan bo'lishi mumkin. Parda yorilishi asosan quyidagilar sababli yuzaga keladi. Bular quloq pardasining yorilishi, ya'ni teshilishi asosan tashqi ta'sir, kuchli bosim tufayli yoki suvga sho'ng'igandagi suvni bosimi tufayli yoki quloqni kovlagandagi jarohat, ba'zi burun kasalliklari oqibatida. Bu holatda ko'pchilik uyida davolanishga harakat qiladi. Quloqiga spirt, kompress, yog', yana nimalardir qilib ko'rishadi. Yorilishning asosiy belgisi bu quloqdagi kuchli og'riq, sanchuvchi og'riq, quloqdan har xil ajralma qonli yoki suyuq ajralma kelishi hamda eshitishni keskin pasayishi hisoblanadi. Bu esa vaziyatni yana ham og'irlashtirishi mumkin. Aslida avvalo quloqqa hech qanday dori, o'zboshimchalik bilan har xil narsalarni qilmaslik, quloqqa suv kirmasligi kerak hamda tezlik bilan lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Kasallikni vaqtida davolash, ayniqsa yosh bolalarda pardani o'zidan o'zi bitishiga olib keladi. Lekin agar kechikish, davolanishdagi kechikish pardani butun umrga teshik holatda saqlanib qolishiga va butun umr eshitishni pastligiga va himoyani yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun har qanday alomatni jiddiy qabul qiling. Bu holatda yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zboshimchalik bilan uyda davolashga harakat qilmasdan zudlik bilan lor shifokoriga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Bu holat agarda sizda ham quloq, tomoq, burunlardagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, shunday savollar tug'ilsa, bizni profilimizni kuzatib boring hamda bizga obuna bo'ling.